Hayotimizda biz reja qilgan ishlar har doim biz o'ylaganimizdek ketmasligi bu norma. Hech qachon sizni ishingiz o'xshamaydiganligidan xafa bo'lmang yoki tushkunlikka tushmang. Bizning yutuqlarimiz hamisha o'z muammolarimizni yechganimizda va bizning xursandchiligimiz xuddi shundan kelib chiqadi. Har bitta muammo bu ikkinchi muammoni tug'diradigan ma'lum bir holat. Hech qachon o'ylamangki, sizlarda muammo tugamaydi. Muammo hech kimda tugamagan. Muammoni sizlar qanday qabul qilishlaringizga bog'liq. Muammomi yoki bu siz uchun keyingi sinov. Shuning uchun bugungi video nima haqida bo'ladi? Sizlar bilan o'z xursandchiligim bo'lishkim keldi, to'g'rirog'i. Bugun xudo xolasa birinchi ishimga joylashyapman. 4 yil o'qib, o'qishni bitirib chiqib, kontrol качества Zolotoy Koronada analitik bo'lib ishlamoqchiman. Xudo xolasa hozir собеседование, to'g'ri, собеседованияdan o'tib bo'ldim. Gaplashib, xudo xolasa hammasi ularga ma'qul keldi va hozir men borib ishga joylashishga boryapman va bugun birinchi kunim meni. Xudo xolasa ko'ramiz. Shu kunimni sizlarga bag'ishlagim keldi, vlog qilgim keldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Agar sizlar kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib ketinglar, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib ketinglar va bepul va tekin bo'lgan bitta like bosib ketsalaring, meni xudo xolasa ijodimga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Bo'lmasa, men ketdim. Hozir metroga tushib, dal ish joyiga borish kerak. Oxirigacha kuzatinglar, qiziq bo'ladi. Hozir Novosibirsk shahrida eng chiroyli lokatsiyalardan bittasi bu Akademgorodok. Men Akademgorodokka keldim hozir. Men sizlarga manzarani ko'rsataman, o'zlaring baho berasizlar. Men hozir bu yerga ishga joylashgan ekanman va qaytib shaharga ketaman. Bu yer juda ham tinch, o'qimishli odamlar ko'proq yashaydi bu yerda. Doktorlar, eng zo'r doktorlar, eng zo'r matematik, eng zo'r fizik. Shunaqa olimlar juda ham ko'p bu yerda. Hozir men sizlarga manzarani ko'rsataman, prosta mazza qilasizlar. Tabiat va odamlarni birga yashaydigan, men o'ylashim bo'yicha Rossiyada ko'rgan eng chiroyli shaharlardan bittasi. Akademgorodok deyiladi, butun dunyo biladi. Chunki haqiqatan ham tabiatiga tan berganman. Agar sizlar bu yerda bo'lgan bo'lsalaring, kommentariyada yozib ketinglar albatta. Juda ham chiroyli. Ko'rib turganlaringdek ko'p qavatli binolar va shunday yonida o'rmon. Va eng muhimi o'rmonga kirish joylar va aylanishlarning bemalol bo'ladi. Bitta doimo dori qilishadi. Hozir adashmasam masjidga kelishim kerak edi. Trudustroystvo, ya'ni ishga joylashish yaxshi o'tdi hammasi. Hozir men chiqdim. Endi qaytib yana shaharga borishim kerak. Hozir Akademgorodokdaman. Havoni chiroyliligini qaranglar, tabiatni chiroyliligini qaranglar. Tabiat o'rnida joylashgan ofis, отдел kadrov deyiladi, ya'niki ishchilarni ishga joylashish ofisi, to'g'rirog'i. Xo'p, shu yerga keldim, endi ketaman, propiska olaman, xudo xolasa borib. Endi meni rukovoditelim, ya'niki rukovodитель и nastavnikim kutib oladi meni yoqqa borgandan keyinga. Agar iloji bo'lsa shu joylarni ham videoga olaman, agar iloji bo'lmasa uzr so'rayman sizlardan, lekin video qiziq bo'ladi degan umiddaman. Agar sizlar hali ham videoga like bosmagan bo'lsalaring, albatta like bosib qo'yinglar. Men o'ylayman bu narsa tekin, sizlar uchun qiyin emas, albatta buni bilaman. Hozirda men ishdan chiqib, o'sha ofisga kelyapman. Xudo xolasa birinchi ish kunim tugadi. Albatta kommentariyada yozinglar, sizlarda qanaqa ощущение bo'lgan, qanaqa tuyg'u bo'lgan birinchi kun ishga chiqqan paytlaring. Ofitsial, misol uchun o'qib, o'zlaring sohalaring bo'yicha yoki shunga yaqin sohaga ishga kirib birinchi kunni o'tkazganlaringda men o'ylashim bo'yicha bugungi kun juda ham zo'r o'tdi. Chunki ishga joylashdim, dokumentlarni qildim. Xo'p, har xil saytlarga men dostуп oldim. Endi xudo xolasa ertadan haqiqiy ishni boshlaymiz. Xo'p, menejer по контролю качества degan ishga joylashganman hozircha. Agar ishlaydigan odamlarni qiladigan ishini sizlarga misol kelib olib kelsam, juda ham oson qiladigan ish. Juda ham oson, chunki buning uchun o'qish kerak, tushunish kerak, bilish kerak. Xo'p, dalshi. Erta qancha qolmoqchiman. Qancha uzoq bo'lsa shuncha yaxshi. Xudo xolasa blogerlik karyeram ham agar yaxshi ketsa, xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring bilan blogerlik bo'yicha ham agar zakazlarni olib, xudo xolasa reklamalarni olib, kamgina dohodga chiqasak, keyinchalik ishimni o'zgartirishim mumkin yoki bemalol ishimni tashlab ketadigan uverin bo'lganimda chiqishim mumkin. Atak, lekin yaqin 1 yil, 1,5 yil, 2 yil ichida ketmoqchi emasman. Agar hammasi men o'ylagandek davom etsa, lekin aniq bilaman, men o'ylagandek davom etmaydi hech narsa. Shuning uchun yaxshi niyat qilamiz, xolos, Xudodan yaxshi so'raymiz. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring bilan mumkin blogerlik bo'lib, katta bloger bo'lib ketsak, xudo xolasa bo'lib ketsak emas, aniq bo'laman katta bloger. Bu narsaga shubha yo'q. Chunki poddeshkalaring zo'r sizlarni. Sizlarga qattiq ishonaman.
Xo'p, obshetga kelib men sizlarga ishim qanaqa o'tganini aytib beraman kamgina va shu bilan videoni tugatamiz. Agar sizlar kanalda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib, yaqinlaringga ulashib qo'yishdan erinmanglar, charchamanglar, so'rab qolaman. Bu men uchun juda ham muhim, yana bir marta qaytaraman. Xo'p, bo'lmasa men sizlar bilan obshetda uchrashaman. Xo'p, bugun ishga joylashishimni oxiri nima bilan tugadi? Bugun keldim, asosan kompyuterni udalyonniy serverlarga, ya'niki biz mavjud bo'lmagan, ya'niki Play Marketda yoki App Store'da telefon bilan yoki kompyuter prosta App Store'larida skachat qilib bo'lmaydigan приложениyalarni o'zimizni noutbukimizga uстановка qildik. Ya'niki ular o'zlari noutbuk berar ekan. Ular bergan noutbukda ishlaysizlar. Xo'p, o'sha noutbukka hamma narsani uстановка qildik va ertaga qolganini davom ettiramiz. Ertaga xudo xolisa meni o'ylashim bo'yicha abitdan keyingi o'sha men haqiqiy ishni boshlayman va o'sha полный protsess. Keyinsiga 3 kun meni udalyonniy ishim boshlanadi, ya'niki men uyda ishlayman 3 kun. Agar xohlasam ofisga ham kelishim mumkin ekan. Ish juda ham qiziq o'tdi, ish jarayoni bugungi. Qiziq degani ko'proq informatsiya oldim, ya'niki ishlamadim. Ish og'irmi, yengilmi, bu men uchun og'ir bo'lmasa kerak. Moralni ish, ko'proq fizik harakat yo'q edi, bitta joyda o'tirib noutbukda ishlaysizlar. Men o'ylashim bo'yicha yerda baribir pauzalar bor, bemalol kofe, choy, hamma narsa bepul. Oshxonasi bor ekan birinchi etajda, bizning ofisimiz 3-etajda ekan. Yangi ko'chishgan ekan yaqinda betga. Xudo xolasa kelajakda yana ham yaxshi joylashib ketdi. O'zimni hamkasblarim bilan yaxshi chiqish olaman degan umiddaman. Va eng qizig'i ish joyimda faqatgina men o'g'il bolaman. Qolganlar hammasi qiz bolalar, ayollar yosh katta, farzandi bor, erga tekkan, oilali ayollar hammasi. Eng yaxshisi ular juda ham общительный ekan, ya'niki juda ham odamlar bilan tez chiqishar ekan. Shuning uchun chiqishib oldik. Hammasi yoqdi menga. Xudo xolasa endi bugun ertaga faqat harakat oldinga ko'p ishlash, o'zim ustimda ishlash va xudo xolasa sizlar uchun kontent qilishni ham esdan chiqaribman. Agar ruxsat berishsa, ish jarayonlarini ham videoga olaman. Men o'ylashim bo'yicha ruxsat berishmaydi, chunki yerda men ikkita odam o'rtasida pasportning danlari va shunaqa sekretni, ya'niki personalniy danni deyiladi, zashta qilinadi, bu himoya qilinadi. Uchinchi odam bilib qolishidan, shuning uchun ularni ko'rsatish mumkin emas. Частично ularni ko'rsatmasdan o'zim ishlab o'tirgan joyimni ko'rsatish mumkin. Agar ruxsat berishsa, bunga va'da bera olmayman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi videomiz oxiriga yetdi. Hammaga rahmat. Agar sizlar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, sizlar meni eng hurmat qilgan va meni videoyimni yaxshi ko'rib tomosha qilgansizlar. Meni bu yerda asosan beradigan videolarim o'zim hayotim haqida, o'zim yutuqlarim haqida sizlarga aytib boraman. Va как дневник, ya'niki kundalik hayotimni chetga qo'yib boraman YouTube'ga va qiziq boshqa kontentlarni ham qilib boraman. Asosan yana обсуждениеda, ya'niki xalq orasidagi dardlarni ham olib chiqishim mumkin. Shunaqa dard qanaqa endi dildan gaplashish degan meni yo'nalishim bo'ladi. O'zim xohlagan va o'zimning subyektiv fikrlarimni olib chiqaman yerga. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, videoni shu joyda to'xtatamiz. Hammaga rahmat, o'zlaringiz yaxshi qilinglar. Sizlar bilan Islom, men bilan birga kanalda bo'ldi.